Yakkasaroyda vahimali bir xonadon chiqib qoldi. Assalomu alaykum azizlar. Bu xonadonni ko'rmasalaring bo'lmaydi. 100 kvadrat, ikkita sanuzuldan iborat. Etaji bilasiz, ikkinchi etaj zolotoy etaj hisoblanadi. Ikkinchi etaj Novostroyda почти uy umuman chiqmaydi. Bu xonadonni srochni sotuvda narxini oxirida aytaman, shoshmasdan videoni ko'rib turinglar. Kirishimizda masjiddan uyimizni dizayn proyektda qilingan remont juda ham did bilan qilingan. Pol ma'mula stroyni shkaf, ko'rasizlarmi? Shpon bo'lgan ma'mula. Bu yerda ham shkaf, oynali zona. Gilamlarimiz hammasi Turkiya qilgan, yurganda ham yumshoqqina такой mazza qilyapti ayollar. Полностью теплый pol qilingan uyimiz. Bu birinchi общий sanuzulimiz bo'ladi. Bu yerda stiralka bor, Hoffman qo'yilgan. Kafellarimiz ham Xitoyda eng sifatli kafellari o'rnatilgan izlar. Endi kelinglar deski xonani ko'rib chiqamiz. Deski xonamizni такой kompaktni, chiroyli qilib qo'yishgan, yorug', ranglari zo'r tanlangan, uxlaganingizda ham ko'zni charchatmaydi, bolalaringiz juda ham maroqli dam oladi. Ikkita karavot, bu yerda katta va kattagina balkoni bor va bu yerda bolalarning dars qiladigan joy zonasi bor. Endi ma'mulalarni qarang, juda ham chiroyli chiqarib qo'ygan. Bemalol zaryadlar qilib, kompyuterlar qo'yib ishlasa bo'ladi. Bu yerda ham Turkiyaga gilamlari, tarketlarimiz rossiyskiy tarketlar 1,5 talik qo'ygan qalini va oshxona bilan zalimiz katta studiyniy variantda qilingan. Bu ham kafel polni teplый pol. Texnikalarimiz keladiganimizda hammasi Hoffman, bular tosh qilingan, 6 talik o'tiradigan zona, mягкий zona. Ranglar juda ham yorqin tanlangan. Oilada baribir uyda ko'proq zalda o'tirganingizda mazza qilib dam olasiz. Har bitta detallar fokus bilan birma-bir qilingan. Bu yerda katta televizor. Agar sizga bu studiyni yoqmasa, xohlasa shuni o'rtasida yana zerkalli qilib tortib olsangiz ham bo'laveradi. Atak o'zi kattagina juda ham chiroyli bo'lib turibdi. Keling, endi bu yoqda master spalnyamiz bor, katta. Master spalnyani o'zining sanuzuliga ega. Ko'rishingiz mumkin, dushovka kabinga qilib qo'yishgan, juda ham chiroyli, yorqin, kafellari zo'r ranglarini tanlashgan. Qarang, bu ham katta polni loftdan qilingan. Bular hammasi mana ko'rishingiz mumkin. Yopilishlari, zo'r podsvetkalari bor. Bu yoqda qarang, mягкий rangni qarang, mana. Zo'r tanlab qo'yishgan va kattagina o'zini balkoniga ega. Patologimiz ham uchdan ozgina balandroq. Aziz do'stlar, bu uyimizda Yakkasaroy City Mallda joylashgan. Ma'mulalarni qarang, bu yopiladi. Yopilishlarini qarang. Mexanizmlarni juda ham zo'r qilib qo'yishgan ekan. Yakkasaroyda joylashgan Bratskiy Mogila, bu yo'q aeroport yaqin. Lokasiya qisqa qilib aytganda juda ham zo'r, zakritya dvor, подземный parkovkalar bor. Yonimizda City Mall qurilyapti. Yakkasaroy City Mall yonida Korzinka bitadi yaqinda. Katta yo'l yuzida joylashgan. Ikkinchi liniyasida joylashgan bu polniy P bo'lib tushgan xonadon dom bo'ladi bu. Shovqin umuman yo'q. Dvor chiroyli, zakrit, mashina kirmaydi. Axir 24/7 kutib, sizni qorovullar turadi izlar. Bu xonadonda narx 177 so'raymiz, sunnatiga o'tib beramiz. Ikkinchi etaj 3 xona 100 kvadratni tashkil qiladi. Hammaga rahmat. Yakkasaroyda hozir 100 kvadratli bunaqa full remontli bunaqa narxda yo'q izlar. Sal oshiqroq. Shuna kvartira qarayotgan yaqinlaringiz bo'lsa yoki kimga niyat qilgan bo'lsa, o'sha insonga maksimal tarqatib qo'yasiz degan umiddaman. Like bosgan qo'llaring dard ko'rmasin. Telegram kanaliga ham obuna bo'lib qo'yinglar. O'zdan ehtiyot qilinglar. Ko'rishganda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Like bosmadingiz, hali ham bitta bosib qo'ying. Ketdimmi?